Özün eng qo'rqadigan ishlarni qilsang, ondan yuksalaysan. Seni eng qo'rqitadigan narsalar olg'a ilgirlashdagi yo'l ustida bo'ladi. Özün qo'rqadigan ishlarni qancha ko'p qilsang, o'zingga bo'lgan ishonching shuncha oshadi. Qo'rqinching ichida qancha uzunga bardoshlik bera olsang, shuncha ko'p erkinlikka erishasan. Sen xuddi o'yin qoidasini isloh qilguvchilarga o'xshash o'ylanishing va harakatga kelishing kerak. Ya'ni ideyangni yaxshi kitoblar, yaxshi o'y fikrlar, eng esil suhbatlar va ko'p qism odamlar qilmaydigan ishlarni qilish orqali yengilishing kerak. Ham yana senda ko'p qism kishilarda yo'q odatlar bor bo'lish kerak. Ko'p qism odamlar qilmaydigan ishlarni qilishing kerak. Televizorni o'chirib at. Qilolmaysan deganlardan yiroq tur. Quruq parangni qo'yib, yangilik yaratishni boshla. Sen bir yangilik yaratquchi bo'l, qilmoqchi bo'lganlaringni yozib chiq. Nima ishqi bularni qiladiganliging o'zingga eng aniq. Shuning uchun eng avval buni qanday qilaman deganni o'ylab olma. Chunki birinchi qadamda qiladiganing bu emas. Birinchi bo'lib qiladiganing ishni darhol boshlash. Varang churunga to'lgan kishilar to'pidan ayrilishing bilan ba'zilarda sana nisbatan odatgacha bir cho'qinish hissiyoti paydo bo'lishi mumkin. Lekin o'yin qoidasini o'zgartirishga aylanish bo'lsa, bir o'sish xarakterli ish. Amaliyotda sen atrofingdagilarga tahdid etkelding. Mana bu kelgusini ko'ra oladigan kishilarning nemishqa o'zini isbotlashdan burun masxara qilinishining sababi. Jazmlashtirib olaymanki, sen bunday ishlarni beshingdan o'tkazgan. Masalan, badanchilik turib dunyoviy o'lchamga yetaman, ömrümni dunyoviy saviyaga yetkazaman, xizmat o'rnimda o'sib iqtisodiy kirmamni yuqori ko'taraman degan niyatga kelding. Ham bu o'yinni so'yguning va do'stlarimga dedim. Shuning bilan ular seni masxara qilishdi. Biz qanchilgan qatim boshqalarning masxarasi tufaylidan, bo'libmi atrofimizdagi yaqinlarimizning masxarasi tufaylidan orzularimizdan voz kechdik. Sana şunu deyki, navoda sen boshqalar tarafidan masxara qilingan bo'lsang, ham boshqalar sening keyingi qadamda amalga oshirmoqchi bo'lgan ulug' orzularingni tushunmagan bo'lsa, unda sen haqiqatan noit qaltis orzularda bo'lsan. Bu sening pishib yetilish yo'lida ekanligini tushundiradi. Shunga o'yin qoidasini o'zgartirichi bo'l. Tavakkulchilikni boshla. Chunki umringning oxirgi daqiqalarida pushaymon qiladigining mag'lub bo'lgan ishlaring bo'lmasdan, balki qilmagan ishlaring bo'ladi. Her xil soatki kishilar doim mendan mundaq bir savolni noit ko'p so'raydi. Ularning hamma narsaga erishgisi keladi. Ya'ni ularning miyasining eng cho'nqur qatlamig'i sinib ketgan, doim so'riladigan bu savol bo'lsa, men tayyorlanib bo'ldimmi? Men tayyorlanib bo'ldimmi? Undaq tayyorlanib bo'lgan bo'lmaganligimizni qanday bilamiz? Hozirning muvofiq yoki emasligini qanday bilamiz? Hozir qaror chiqadigan yoki o'zgarishni boshlaydigan vaqtmi emasmi? Buni qanday bilamiz? Men tayyorlanib bo'lgan bo'lmaganligimni qanday bilaman? Men tayyorlanib bo'ldimmi? Her qatim mayli kim qayerda mendan shunday savol so'rasin, men o'xshash bir xil javobni beraman. Ya'ni yo'q. Yo'q. Tek tayyorlanib bo'lmading. Yo'q, tayyorlanib bo'lmading. Yo'q, sen hargiz tayyorlanib bo'lolmaysan. Bildingmi? Qilmoqchi bo'lganlaringni qilishga hargiz tayyor bo'lib bo'lolmaysan. Seni uttiqqa boshlaydigan zehningni markazlashtirish iqtidorini hargiz hozirlab bo'lolmaysan. Sen menga tayyorlanib bo'lolmaysan. Sen yetmoqchi bo'lgan manzilingdan borgan sari yiroqlashsan. Erishganlaringdan ko'p narsalarni yo'qotishga tayyorlanib bo'lolmaysan. Seni masxara qilgan, sana uch qilgan yoki sana yetakchilik qilgan kishilarga yuzlanishga tayyorlanib bo'lolmaysan. Qurbonlik berishga, tirikishishga va qiyinchiliklarga bardoshlik berishga hargiz tayyorlanib bo'lolmaysan. Uttiqqa qilishda burun bularga tayyorlanib bo'lolmaysan. Bo'ldi. O'zingdan tayyorlanib bo'ldingmi, yo'q deb so'ramaydi qo'y. Chunki sen tayyorlanib bo'lmading. O'zingdan mundaq deb so'rashni boshla. Men razımım. Sen razı mı? Sen işini başlaşqa razı mı? Sen meynekçilik içinde yaşap bekişqa razı mı? Sen ilgili özün muhim deb bilgen hemmidan vaz kechishga razı mı? Fakat ve fakat özün haqiqiy söygen şu iş için gumonlanishga razı mı? Başkalar tarafından taşlab etilishga razı mı? Kişilerden seni taşlab ketishga razı mı? Aşı seni qo'llaydigan kishilardan ayrılishga razı mı? Qilvatqaning oddiy bo'lsa-mu, ammo butun jahlim bilan berilib qilishga razı mı? Hayatındaki silahlarını kütülüşke razı mı? Özün duş kelgen kıyıçlıklarını inişke razı mı? Argınlıktan özünü alamayı kalkan çağlarındı mı? Hayta ornundan durup kırışke razı mı? Meyli kandaklıki zerbi göçürüşünden kat'i nazar, devamlı olgun girleşke razı mı? Navadı bularga razı olsan, her kandak kıyıçlıkını yengin. Beşini kelgen varlık külfetler bilen ilişkin. Kenemse işine başla. İşine başla.